Imtihon markazida avtodrom yo'nalishini topshiramiz. На экзамене будем сдавать на автодроме. Ремень так olamiz. Сначала должны пристегнуть ремень. Так, ana endi tayyor bo'lganimizdan keyin boshlaymiz. Теперь начинаем. Birinchi o'chirda поворотni yoqish kerak. Должны обязан включать поворотник. И qo'zg'alamiz. Трогаемся. O'zini vaqtida поворотникni o'chirib qo'yish kerak. Своевременно должны отключать поворотник. Birinchi navbatda piyodalar o'tish joyi keladi, u yerda to'xtashimiz kerak. До начала у нас выходит пешеходный переход, мы должны обязан останавливаться. Sanaymiz. 1, 2, 3. Считаем. 1, 2, 3. И qo'zg'alamiz. Zanovo трогаемся. Oldimizda estakada. Впереди у нас эстакада. Остановимся. To'xtaymiz. Так, остановились. Считаем до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Endi o'zbekchasi tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, 5 gacha sanaldi. Qo'zg'alamiz. Так, трогаемся аккуратно. Mana qo'zg'alib chiqamiz. Вот поднимаемся аккуратно и спускаемся очень медленно. Sekin tushib boramiz. Hop, oldimizda burilish chapga burilish ko'proq, o'ngga burilishga nisbatan. У нас намного больше поворот налево, чем справа. Ya'ni chaproq burish uchun o'ra ushlash kerak. Надо правее держать. Xo'sh, mana oldimizda yana burilish. У нас впереди опять поворот. Это в сторону налево, ya'ni chapga. Chapga burilamiz. Burilayotganimizda 90 graduslik burilish. Впереди у нас 90 градусный поворот. Bu yerda ham сцепление orqali burilish kerak. Надо поворачивать только через сцепление. Ya'ni sekin yuradi. В этом моменте машина медленно будет ездить. Burdik, to'g'rilab turib va o'ngga qarab turib va o'ngga buramiz. Вот, поворачивали налево, после этого сразу направо. Oldimizda светофор. Впереди у нас светофор. Bu birinchi sветофор. Это называется первый светофор. Отсюда только прямо. Bundan faqat to'g'riga. To'g'riga o'tib ketamiz. O'tib ketayotganimizda burilish o'ngga. Едем прямо. Впереди у нас поворот направо. И bu yerda ham sekin, аккуратно, shoshmasdan burishimiz kerak. Здесь тоже аккуратно должны поворачивать и не должны торопиться. Ya'ni mana 90 gradusli burilishdan keyin xavfli burilishlar. После 90 градусный поворота у нас впереди опасные повороты. Bu yerda ham burayotganimizda o'ngga olib, keyin chapga olib buramiz. До начала поворота держим правее, потом левее. Chiqamiz. Chiqqanimizdan keyin yana o'sha svetofor oldiga kelamiz. Выходим, опять приближаем на светофор. Bu yerda ham yo'nalish faqat to'g'riga bo'ladi. Отсюда тоже движение только прямо. To'g'riga o'tib ketamiz. Oldimizda birinchi ko'cha bu yuk avtomobillarining parkovkasi. Впереди у нас сначала парковка для грузовиков. Отсюда проезжаем прямо. Вот там to'g'riga o'tib ketamiz. Keyin o'ngga, потом направо. Oldin yuk mashinalaridan o'tganinglardan keyin yengil mashinalarga 3 ta parkovka berilgan. После парковки грузовиков у нас имеется 3 для легковых парковки. Из них вы можете на любую зайти. Ya'ni ulardan xohlaganingizga kirsanglar bo'ladi. Только заезжаем на одну парковку. Faqat bittasiga kiramiz. Xo'sh, bu yerdan mana parkovkaga kiryapmiz. Вот, заезжаем в сторону на парковку. Mana shu yo'nalishni mana birinchi kvadratga kirib va ikkinchi kvadratga qo'shishimiz kerak. Вот зашли на первый квадрат, должны ставить на второй квадрат. Burib olamiz. Burganimizdan keyin bokoviylar bilan foydalanishimiz kerak. Заезжаем через боковую. Hozir mana bu yoqqa qarab turdik, endi bu yoqqa qarab turamiz. Сейчас до этого мы смотрели налево, теперь прямо смотрим. В этот момент мы должны выровнять. Ya'ni bu holatda rulni to'g'rilab qo'yish kerak. Orqa g'ildiraklarni fiksatsiya qilamiz. Делаем задние колеса фиксация. Bo'ldi, mashq tugatdik.
и chiqib ketamiz. Закончили первое упражнение, потом выезжаем. Chiqib yana o'sha svetofor oldiga boramiz. Опять едем в сторону светофора. Это уже третий раз. Bu уже uchinchi marta kelyapmiz svetoforga. Ushbu svetofordan yo'nalishimizni chapga. С этого светофора движение только налево. Ну, до начала включать должны обязательно поворотник. Ya'ni поворотникlarni yoqishimiz kerak. Chapga burilib, oldimizda bir izli temir yo'l kesishmasi. У нас впереди выходит однопутный железнодорожный переезд. И мы должны там останавливаться. Ya'ni o'tda to'xtashimiz kerak. Mana to'xtadik, остановились, считаем до 3. Раз, два, три. Ya'ni o'z-o'zidan 1, 2, 3 va qo'zg'alamiz. Yana burilish chapga. Опять поворот налево. Надо правее держать. O'nroq ushlaymiz. Keyingisi harakat tezligini oshirish, движение разгона. Ya'ni tezlikni oshirdik, вот, подняли скорость, включаем на второй передаче. 2ga o'tkazdik va to'xtab, yana 1ga o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Остановились, потом можно на первую скорость переключать. Так. Опять поворот налево. Yana burilish chapga. Burganimizdan keyin mana shu territoriyada аварийный signalizatsiya beradi. Mana shu holatda yurayotgan. В этом случае могут дать аварийный signalizatsiya. Остановимся, экстренное торможение, включаем аварийку. Ya'ni favqulodda to'xtab va аварийки chiroqlarimizni yoqishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, signal o'chdi. Shu bilan orqa параллель парковка. Остался у нас только параллельная парковка. Параллельной парковкаga o'nroq ushlashimiz kerak. Мы должны держать правее в сторону параллельной парковку. Umumiy yo'nalishni olganimizdan keyin mana to'xtab, o'ziga biriktirilgan holatlari bor. Есть свои там способы. Включаем заднюю скорость, orqa скорость ko'rib, qayerga buramiz rulni? Chapga, yo'q, o'ngga buramiz. Здесь надо обязательно направо. И bokovga qaraymiz. Bokovga qaraganimizdan keyin есть свои метки, ya'ni o'zini to'xtaydigan joyi bor. To'xtab olgan rulni to'g'rilab, надо выровнять. To'g'ri kirib, заходим по прямой. Paymaем одну линию, ya'ni bitta chiziqqa ushlaymiz va rulni qayerga burish kerak? Chapga. Так, поворачиваем налево. И фиксация qilamiz. Так, mana фиксация bo'ldi. Вот, сделали фиксацию. Включаем поворотник налево. Поворотник chapga yoqib, yana o'sha chiziqqa kelib olamiz. Oxirgi chorraha botdan o'ngga. Последний перекресток это поворот направо. Вот, повернули, burildik. Eng chetki qismni egallashga должны занимать самый край слева. Finishga yaqinlashib kelayotganimizda поворотникimizni o'ngga yoqib, finishdan o'tib ketamiz. Ближе к финишу включаем поворотник направо и проезжаем мимо от финиша. Mana shunaqa qilib imtihon topshirish avtodromi bo'ladi. Вот так при сдаче имеется экзаменационный автодрома. Mana shunaqa qilib to'xtab, kalitni o'chirib, rushnoy tortib, remenni yechib, bam knopkani bosib o'chirib qo'ying.